Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiya indeksatsiyasi. Ya'ni pensiyalar oshirilganda kimning puli qancha ko'payadi, kimga to'liq ta'sir qiladi, kimda esa o'sish kamroq seziladi. Bu masala har bir xonadonga tegishli. Chunki oilada ota-ona, bobo-buvi nogironligi bo'lgan fuqaro yoki boquvchisini yo'qotgan bola bo'lishi mumkin. Eng achinarlisi, ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitadi, lekin plastik kartaga tushgan pulni ko'rib, nega menga boshqalarnikidek oshmadi? Nega qo'shnim ko'proq oldi? Nega ayrimlarga ustama bor, ayrimlarga yo'q deb hayron bo'ladi. Shuning uchun bu videoda men sizga oddiy tilda raqamlar bilan, real hayotiy misollar orqali tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi nima? Kimga qancha oshiriladi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa tinch bo'lishi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim nuanslar, ko'pchilik bilmaydigan xatolar va amaliy qadamlarni men aynan oxirgi qismda aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham pulni to'g'ri talab qilishda yordam beradi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Men buni juda sodda qilib aytaman. Indeksatsiya bu pensiya va nafaqalarning narx-navoning o'sishi, yashash xarajatlarining ko'payishi, minimal iste'mol ehtiyojlari va davlat belgilagan ijtimoiy kafolatlar asosida qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni davlat qarilar, pensionerlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar avvalgidan ko'proq xarajat qilmoqda. Demak, ularning daromadini ham oshirish kerak degan mantiq bilan pensiyalarni ma'lum foizga yoki ma'lum inkam miqdoriga yetkazib beradi. Oldin ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Pensiya oshsa, hammaniki bir xil foizga oshadi. Masalan, kimdir 1 million so'm olayotgan bo'lsa ham, kimdir 3 million so'm olayotgan bo'lsa ham, hammasiga bir xil tartibda qo'shiladi deb o'ylashadi. Lekin amalda pensiya tizimi bundan ancha murakkab. Chunki pensiyaning tarkibi bor. Asosiy pensiya qismi ish staji va ish haqi bo'yicha hisoblangan qism. Ustamalar, kompensatsiyalar, ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan qo'shimcha to'lovlar minimal miqdorga yetkazish kabi mexanizmlar mavjud. Hozirgi o'zgarishlarda ham eng katta tushunmovchilik shundan kelib chiqadi. Pensiya oshirilgani haqida rasmiy xabar chiqadi, odamlar esa hammaniki bir xil oshadi deb kutadi. Lekin kartaga pul tushganda kimdadir BDSdan 1000 so'm ko'payadi. Kimdadir 300 ming so'm, kimdadir esa juda kam farq bo'lib ko'rinadi. Shunda odamlar qarlarni bo'lishdi. Nega biriga bor, biriga yo'q degan gaplarni ayta boshlaydi. Aslida esa farq ko'pincha 3 ta sababdan kelib chiqadi. Pensiyaning dastlabki miqdori turlicha, fuqaroning toifasi turlicha va ayrim ustamalar indeksatsiyaga boshqa tartibda qo'shiladi. Masalan, bir pensioner 35 yil ishlagan, yuqori ish haqi olgan, pensiyasi 3 million so'm bo'lishi mumkin. Ikkinchi pensioner esa ish staji kam, ish haqi past bo'lgan yoki hujjatlar to'liq tasdiqlanmagan, pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lishi mumkin. Agar davlat foiz asosida oshirsa, 3 million so'm olgan odamda o'sish pul ko'rinishida kattaroq bo'ladi. 20 million so'm olgan odamda esa foiz bir xil bo'lsa ham, qo'shilgan summa kamroq chiqadi. Agar davlat eng kam pensiyani oshirsa, bu safar minimal pensiya oluvchilar ko'proq yutadi. Yuqori pensiya oluvchilarda esa o'zgarish kamroq bo'lishi mumkin. Birinchi guruh yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu odatda mehnat staji va ish haqi asosida hisoblangan pensiyadir. Agar siz yillar davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi siz uchun tegishli to'lovlarni qilgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz, arxiv ma'lumotlaringiz, ish haqi haqidagi hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizning pensiyangiz aynan shu ma'lumotlar asosida hisoblanadi. Indeksatsiya bo'lganda sizning hisoblangan pensiya miqdoringiz belgilangan tartibda oshiriladi. Keling, misol qilamiz. Dehqonobodlik Halima opa 62 yoshda, pensiyasi 1 million 400 ming so'm. U maktabda texnik xodim bo'lib ishlagan. Staji bor, lekin ish haqi uncha yuqori bo'lmagan. Pensiya oshirilganda uning summasi 1 million 400 mingdan, masalan, indeksatsiya foizi va eng kam kafolatlar hisobiga 1 million 70 ming yoki 1 million 600 ming atrofida bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy savol, nega menga 500 ming qo'shilmadi? Javob shuki, pensiya oshishi har doim ham bir xil summa qo'shilishi degani emas. U mavjud pensiya bazasi, staj, ish haqi va davlat belgilagan foizga bog'liq. Ikkinchi misol. Toshkent shahrida yashaydigan Rasul ota 40 yil zavodda muhandis bo'lib ishlagan. Pensiyasi 3 million 200 ming so'm. Agar indeksatsiya foiz asosida qo'llansa, Rasul otaning pensiyasidagi o'sish Halima opanikidan pul miqdorida ko'proq bo'lishi mumkin.
Chunki foiz katta bazaga qo'llanadi. Bu ko'pchilikka adolatsizlikdek ko'rinadi. Lekin pensiya tizimida avvalgi mehnat haqi va stajning ahamiyati saqlanadi. Ya'ni kim ko'proq rasmiy ish haqi olgan, ko'proq badal tizimida ishtirok etgan bo'lsa, uning pensiya bazasi ham boshqacha bo'ladi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik bo'yicha to'lovlar bir xil emas. Kimdir nogironlik pensiyasi oladi chunki yetarli ish staji bor. Kimdir esa nogironlik nafaqasi oladi. Chunki staji yetarli emas yoki umuman ishlamagan. Indeksatsiya bo'lganda pensiya va nafaqa turlicha asosda oshirilishi mumkin. Shuning uchun men ham nogironman, u ham nogiron, nega puli farq qiladi? Degan savolda javob ko'pincha shunda. Biri pensiya oluvchi, ikkinchisi nafaqa oluvchi. Biri I guruh, biri 2 yoki 3 guruh. Birida parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin, boshqasida yo'q. Masalan, andijonlik Aziz aka I guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi, chunki oldin rasmiy ishlagan. Uning pensiyasi staji va ish haqi asosida hisoblangan. Buxorolik Dilnoza opa esa bolaligidan nogironligi bo'lgan farzandiga nafaqa oladi. Ularning to'lovlari indeksatsiyadan keyin ham bir xil bo'lmasligi tabiiy. Chunki hisoblash manbai boshqa. Bu yerda odamlarni chalg'itadigan narsa shuki, hammasi ijtimoiy to'lovdek ko'rinadi, lekin huquqiy jihatdan toifalar alohida. 3-guruh bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifada oiladagi marhum bo'g'uvchining ish staji, uning ish haqi, merosxo'rlarning soni, voyaga yetmagan farzandlar bor yo'qligi kabi omillar rol o'ynaydi. Masalan, bir oilada marhum ota 25 yil rasmiy ishlagan, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi qolgan. Boshqa oilada esa marhumning staji kam bo'lgan yoki hujjatlari tasdiqlanmagan. Indeksatsiya bo'lganda ikkala oiladagi o'sish ham bir xil bo'lmasligi mumkin. Endi kim xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda pensiya miqdori o'zgarmagandek ko'ringan. Lekin rasmiy indeksatsiya sanasidan keyin ham eski summa tushayotgan fuqarolarga e'tibor berishni maslahat beraman. Ba'zan bank kartasiga tushgan summa kechikishi, qayta hisoblash keyingi oyda farqi bilan berilishi. Yoki to'lovlar jadvali sababli odam vaqtincha eski summani ko'rishi mumkin. Lekin 2 oy ketma-ket o'zgarish bo'lmasa, albatta tekshartirish kerak. Ikkinchi xavotir guruhi, hujjatlarida xatolik borlar. Masalan, mehnat daftarchasida ism, familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova bo'lib qolgan, tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan, ishga kirgan va chiqqan sanalarda muhr yo'q, arxiv ma'lumoti topilmagan. Bunday holatlar pensiyaning dastlabki hisobiga ham keyingi qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. Indeksatsiya foiz sifatida qo'llanganda bazaviy pensiya qancha to'g'ri hisoblangan bo'lsa, o'sish ham shunga bog'liq bo'ladi. 3-xavotir guruhi minimal pensiyaga yetkazib berilayotganlar. Ayrim fuqarolarning hisoblangan pensiyasi juda past bo'ladi. Davlat esa uni belgilangan eng kam darajaga yetkazib beradi. Bunda indeksatsiya paytida odam mening hisoblangan qismim oshdimi yoki faqat eng kam miqdorga yetkazildimi degan savolni tushunish kerak. Chunki ba'zan qo'shimcha o'sish hisoblangan pensiyada emas. Kafolatlangan minimal darajada namoyon bo'ladi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz rasmiy sanadan keyin oshgan bo'lsa, farq to'g'ri tushgan bo'lsa, siz elektron tizim yoki pensiya jamg'armasi orqali ma'lumotni tekshirtirganingizda summalar mos kelsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin baribir men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta pensiya hisob kitobini tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki bugun hammasi joyida bo'lsa ham, ertaga qo'shimcha staj hujjati topilishi yoki biror ustama olish huquqi paydo bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya oshdi degan xabar chiqsa, odamlar odatda faqat umumiy foizni eshitadi. Lekin amaliyotda bir nechta nozik jihat bor. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya hamma to'lov qismlariga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Pensiya tarkibida asosiy qism qo'shimcha ustama kompensatsiya, parvarish puli yoki boshqa alohida to'lovlar bo'lsa, ularning oshirilish tartibi farq qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiyaning asosiy hisoblangan qismi oshadi, lekin ayrim kompensatsiya oldindan belgilangan qat'iy summa bo'lsa, u alohida qaror bo'lmaguncha o'zgarmasligi mumkin. Shunda pensioner umumiy pensiyam 10% oshishi kerak edi, lekin kamroq oshdi deb o'ylaydi. Aslida 10% hamma tarkibiy qismga emas, ma'lum qismga qo'llangan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ishlayotgan pensionerlar masalasi. Ko'p odam so'raydi, men pensiyadaman, lekin hali ishlayapman. Menga ham indeksatsiya bo'ladimi? Umumiy qoida sifatida pensiya oluvchi fuqaro ishlayotgan bo'lsa ham.
pensiya miqdoridagi umumiy oshirishlardan foydalanadi. Lekin uning ish faoliyati davomida qo'shimcha staj va daromad hisobiga pensiyani qayta hisoblash masalasi alohida tartibga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni indeksatsiya boshqa. Ishlagan davr uchun pensiyani qayta hisoblash boshqa. Buni aralashtirmaslik kerak. Masalan, Nodir ota pensiyaga chiqqandan keyin ham qorovul bo'lib 3 yil ishladi. Pensiya indeksatsiyasi bo'lganda unga ham umumiy oshirish qo'llanishi mumkin. Lekin men yana 3 yil ishladim, pensiyam yana alohida oshishi kerak degan masala bo'yicha u pensiya organiga murojaat qilib, aynan qayta hisoblash huquqini tekshirtirishi kerak. Bu avtomatik bo'lmasligi yoki alohida hujjat talab qilishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, bank kartasiga tushgan summa bilan pensiya hisob kitobi bir xil narsa emas. Ba'zan odam kartasiga kam pul tushganini ko'rib, pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Lekin unda kredit ushlanmasi, aliment ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish, kommunal yoki boshqa avtomatik yechimlar bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, avval menga qancha pensiya hisoblandi degan ma'lumotni oling, keyin kartaga qancha tushdi deganini solishtiring. Agar hisoblangan pensiya to'g'ri, lekin kartaga kam tushgan bo'lsa, masala bank yoki ushlab qolishlarda bo'lishi mumkin. Agar hisoblangan pensiya ham kam bo'lsa, unda pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish kerak. 4-nozik jihat, qaror qachondan kuchga kirgani va pul qachon tushishi. Rasmiy oshirish, masalan, ma'lum oyning ilk sanasidan belgilanishi mumkin. Lekin to'lov amalda bank jadvali, hududiy qayta hisoblash, texnik ishlov berish sababli keyingi to'lovda farqi bilan kelishi mumkin. Shuning uchun birinchi oyda darhol xulosa chiqarmang. Lekin men yana ta'kidlayman. Agar ikki to'lov davrida ham farq ko'rinmasa, indamay yurish kerak emas. 5-nozik jihat, qo'shnimniki oshdi, meniki oshmadi degan solishtirish har doim ham to'g'ri emas. Pensionerlarning hayoti bir-biriga o'xshash bo'lishi mumkin. Lekin hujjati, staji, ish haqi, pensiya turi ustamalari, hatto yashash hududiga bog'liq ayrim xizmatlardan foydalanishi farq qiladi. Masalan, ikki opa bir mahallada yashaydi. Biri o'tgan yil shifoxonada hamshira bo'lib ishlagan. Ikkinchisi umrining katta qismini norasmiy mehnat qilgan. Ikkalasining yoshi bir xil bo'lsa ham pensiya miqdori bir xil chiqmaydi. Bu yerda masala yoshda emas. Huquqni tasdiqlovchi hujjatlarda 6-nozik jihat, stajni tasdiqlash. Ko'p keksalar men 20 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda 12 yil tasdiqlanadi. Pensiya organi esa odamning og'zaki gapiga qarab emas, hujjatga qarab hisoblaydi. Agar sizning onangiz yoki otangiz haqiqatan ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuv yo'q bo'lsa, arxidan ma'lumot so'rash kerak. Ba'zan korxona yopilgan bo'ladi, lekin arxida buyruqlar, ish haqi vedomotlari, shaxsiy kartochkalar saqlangan bo'lishi mumkin. Birgina 5 yillik qo'shimcha staj yoki yuqoriroq ish haqi ma'lumoti pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. 7-nozik jihat, minimal kafolatlar. Davlat eng kam pensiya yoki ayrim nafaqalar miqdorini oshirsa, bundan asosan past miqdorda to'lov oluvchilar ko'proq manfaat ko'radi. Yuqori pensiya oluvchilar esa menga kamroq qo'shildi deb norozi bo'lishi mumkin. Lekin bu mexanizm ijtimoiy himoyani kuchaytirishga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni eng zaif qatlamni past daromad bilan qoldirmaslik maqsadi bor. Shu sababli ayrim oshirishlar hammaga teng summa ko'rinishida emas dedi. Past to'lovlarni ko'tarish shaklida amalga oshiriladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangizning pensiyasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, quyidagicha harakat qiling. Birinchi qadam. Oxirgi 3 oyda kartaga tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Oyma-oy solishtiring. Masalan, martda qancha tushdi, aprelda qancha tushdi, mayda qancha tushdi. Faqat eslab qolmang, aniq yozing. Bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bankdan ma'lumotnoma so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya turi va tarkibini aniqlang. Siz yoshga do'yib pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi, nogironlik nafaqasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Bu savol juda muhim. Chunki har birining oshirish tartibi farq qilishi mumkin. Agar o'zingiz bilmasangiz, hududiy pensiya jamg'armasidan pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumot so'rang. 3-qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari. Nogironlik bo'yicha TMEK yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatning asli va nusxasi tartiblab qo'ying. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang.
Men har doim yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Murojaatda shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyam indeksatsiya qilinganidan keyingi miqdorini, hisob-kitob tartibini, qaysi tarkibiy qismlarga oshirish qo'llanganini va agar farq bo'lsa, qaysi sanadan boshlab to'lanishini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shu tarzda yozsangiz, sizga umumiy gap emas, aniq javob berishlari kerak bo'ladi. 5-qadam, agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki elektron murojaat tizimlariga murojaat qiling. Hozir ko'p masalalarni onlayn ham tekshirish mumkin. Lekin keksalar uchun bu qiyin bo'lsa, farzandlari, nabiralari yordam berishi kerak. Men yoshlarga alohida aytaman. Ota-onangizning pensiyasini tekshirish uyat emas. Bu ularning huquqini himoya qilishdir. 6-qadam, arxiv hujjatlarini izlang. Ayniqsa Sovet davrida kolxoz, sovxoz, zavod, maktab, shifoxona, qurilish tashkilotlarida ishlaganlar uchun arxiv ma'lumotlari juda muhim. Korxona yopilgan bo'lsa ham, tuman yoki viloyat arxivida iz qolgan bo'lishi mumkin. Arxivga so'rov berishda ish joyining nomi, ishlagan yillari, lavozimi, taxminiy bo'limi, eski familiya yoki ism o'zgarishi bo'lsa, hammasini yozing. Ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. 7-qadam, ushlab qolishlarini tekshiring. Agar pensiya hisoblangan summa bilan kartaga tushgan summa farq qilsa, bankdan ko'chirma oling. Ijro byurosi orqali qarzdorlik, kredit, aliment yoki boshqa ushlanmalar bor yo'qligini aniqlang. Ba'zida muammo pensiya hisobida emas, aynan ushlab qolishda bo'ladi. 8-qadam, pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan asoslarni tekshiring. Qo'shimcha ish staji topildimi? Ish haqi bo'yicha yuqoriroq ma'lumotnoma chiqmadimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Qaramog'ida bo'lgan shaxslar holati o'zgardimi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oluvchilar soni o'zgardimi? Bularning har bir pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Men bitta real hayotga yaqin misol keltiraman. Bir ota it 1,2 million so'm pensiya olib yurgan. Farzandi hujjatlarini tekshirsa, otasining 1990-yillarda 6 yil ishlagan davri mehnat daftarchasida bor, lekin murxira bo'lgani uchun hisobga to'liq kirmagan ekan. Arxivdan tasdiq olindi. Keyin pensiya qayta ko'rib chiqildi. Natijada asosiy pensiya bazasi oshdi. Keyingi indeksatsiyalar ham endi shu yuqoriroq bazaga qo'llanadigan bo'ldi. Demak, bir marta hujjatni to'g'rilash faqat bugungi oyni emas. Kelajakdagi barcha oshirishlarni ham yaxshilashi mumkin. Yana bir misol, bir ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan, lekin farzandlardan biri o'qishni davom ettirayotgani haqidagi ma'lumot vaqtida topshirilmagan. Natijada to'lov tarkibi o'zgargan. Keyin o'qish joyidan ma'lumotnoma olib borilgach, masala qayta ko'rib chiqilgan. Shuning uchun huquq borligini bilishning o'zi yetmaydi. Uni tasdiqlovchi hujjat ham vaqtida taqdim etilishi kerak. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, pensiya indeksatsiyasi hamma uchun muhim. Lekin hammaning pensiyasi bir xil oshmasligi mumkin. Bunga pensiya turi, ish staji, avvalgi ish haqi, minimal kavolatlar, ustamalar, hujjatlar va ushlab qolishlar ta'sir qiladi. Shuning uchun kartaga tushgan summani ko'rib darhol xulosa chiqarmang. Avval hisob-kitobni tekshiring. Men sizga tavsiya qiladigan eng muhim ish ota-onangiz, bobo-buvinggiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Oxirgi to'lovlarni solishtiring. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Agar biror joyda xatolik bo'lsa, bugun aniqlasangiz, ertangi o'ylaringiz uchun foyda bo'ladi. Sizningcha pensiya oshirish tartibi adolatlimi? Sizda yoki yaqinlaringizda pensiya indeksatsiyasidan keyin summa to'g'ri oshdimi yoki savollar bormi? Izohlarda yozing. Men eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki ko'p hollarda odam o'z huquqini bilsa, o'z pulini ham to'g'ri talab qila oladi.